kirdagi haydang aka. Bacholar qorayib ketgan, har doimgidek sistemalarni yuvamiz, ximikatlarni soldik, ximikatda qizdiryapmiz. Pechkalarni yuvib bo'ldik, hozir do'pposga qilib, buni ham qo'yib beramiz, xudo xolisa. Xizmatli bo'lsa, kelaversa aloqaga chiqib turasiz. Nomerimizni pastda qoldiramiz. Sparkimizdan ishimizni tugatib oldik. Sistemalarni yuvib, tozalab, to'g'ri ximikatlar bilan pechka, hamma gaz ishlanganlari ham uloq bo'lib ketgan ekan. Bunga ham sizlar shuni bitta tashlab yubordi. Aka bilan Instagramda kuzatib yurganlar, Instagramdan kelganlar. Hozir o'zlari tepamizda turib, ko'rib, qanaqa ish, nima, o'sha Instagramdagi ko'rgan narsalar hammasini o'zlaridan eshitasizlar. Assalomu alaykum. Qo'llari gur. Mana kelib, men o'zim ham ko'rib, to'g'ri 50 so'm, 100 so'm qizg'anish kerak emas, ximikat bilan cho'tka qilib, addushi qilib beradilar. Maslahatim kelaveradi. 100 talik bu. Shu ko'rganingizdek bor. Ko'rganimda aldam yo'q, hammasiga rahmat. Qo'llaridan ko'rmasin. Ishlariga bor. Salomat bo'lasizlar, xizmatli bo'lsa kelaverasizlar. Pastda nomerlarni qoldiramiz, kanalda qidirishni davom ettirib salomat bo'lasizlar.